Uyg'urlarning oilalarini parchalab, o'zlarini Sharqi Turkiston ichi va sirtidagi Xitoy korxonalarida namratlikdan qutqizish nomida majburiy emgakka selish bilan ayblanib kelgan Xitoy hukumati Xalq qurultiyi doimiy komiteti yig'inida majburiy emgakni cheklashga oid ikki muhim xalqaro ahdnomani tasdiqlashni qaror qilgan. Amerika Davlat Majlisi qonun ma'qullab, Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarning majburiy emgakka selinishi bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklagan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy bilan Solomin taqim oralining eng yangi vaziyati haqida uchur berdi. Bayonotchi Amerika va uning ittifoqdoshlari Avstraliya bilan Yangi Zelandiyaning Solomin taqim oralidagi Xitoy nüfusining eshishiga bo'lgan andisiga qarata ikki taraf orasida bexatarlik kelishimi imzolandi dedi. Qirg'iziston Ichki ishlar ministrligi Turkiya doiralarini Qirg'iziston Jumhuriyatida soqchi tarbiyalash markazi etishga taklif qildi. Xabar qilinishicha, Turkiyada ziyorati bo'layotgan Qirg'iziston Ichki ishlar ministri Niyazbekov Turkiya soqchilarining ommaviy bexatarlik va raqamlashtirish sohasidagi yangiliklari to'g'risida ma'lumot olgan. U yana biologiyalik texnika orqali jinoyatga qarshi turish tajribaxonasini ziyorat qilgan. Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Li Yujing qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Rossiya bilan strategik hamkorlikni kuchaytiramiz dedi. Ministrlikning bayonotida qaraganda, Li Yujing Rossiyaning Beyjingda turishliq bosh elchisi Andrey Ivanovich bilan ikki davlatning munosabati, rayon va yer shari xarakterlik taraqqiyotlar to'g'risida ko'rishgan. Xitoyning eng chong shahri bo'lgan Shanxayda Xitoy virusi voqealari sababidan 2 hafta to'liq taqalganlikdan ommaning noroziligi kuchaydi. Xalqning vaziyatga bo'lgan inkosini Xitoy marshidagi qo'zg'al, qul bo'lishni xohlamaganlar degan misralar orqali ifodalagandan keyin ommaviy taratqularda davlat she'ri xatkush qilingan mazmunlar o'chirilgan va cheklangan. Dunyoga dangliq Barclays va Chartered banklarini o'z ichiga olgan bir qism mablag' selish banklari Xitoydagi nol vaqa siyosati va karantin sababidan iqtisodning eshish mo'ljariga tuzatish kirgizdi. Iqtisod analizchilari Xitoy iqtisodining eshish mo'ljarini 5% dan 4.2% ga tubanlaganligini o'tirib qo'ydi. İstanbulga joylashgan Sharqi Turkiston jamiyati Ramazonda yordam va xayr-saxovat faoliyatini davomlashtirmoqda. 4-ayning 12-kuni Sharqi Turkiston jamiyati Turkiya fidoyilar jamiyati bilan hamkorlashib, Safakoy Sharqi Turkistondagi nomrod oilalar va yetim bolalarga yemeklik va naqd pul yordam qildi. Bu faoliyatga 150 oila qatnashgan bo'lib, har bir oilaga 500 lira naqd pul tarqatib berildi.